Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, chorva mol ishqibozlari. Bugungi kunimiz seshanba 5-may 2026-yil. Biz sizlarga Xudo xohlasa o'zimni buqalarimni syomka qilishda davom etamiz. Anchadan beri chiqargan yo'qdik syomka qilib. Buqalarimizni hozir 4 ta qoldi. Hozirgi obed mahali mana bugun. Xudo xohlasa hozir obedga yemini ham berdik. Ikkitasini sotib yubordik. Uni nima qila olmay qoldim, syomka qila olmay qoldim. Bittasi ola 652, 552 uchukdan chiqdi. Bitta qizil 521 dan 23 dan chiqdi. Hozirga endi yem berishdi. Obedga yemlarimiz qanday yemlar beriladi sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Xohlasa mana kunjaramiz bor mana shu qopda. Namangan Andijon Drabirga yemlarimiz bor. Bu bilan mana shulxani aralashtirib ikkalasidan ham bitta paqirda solamiz mana. Mana shu paqirda bittadan solamiz. Hozir endi kechki yemni yutib qo'ydik mana Xudo xolasa. Kechki yemni mana ideal ko'rim. Sladkiy ko'rim. O'shundan mana shu paqirda bitta olamiz. Bitta chayraga solib bir paqir suv quyib qo'yamiz mana. Mana shuncha bo'ladi. To'la yem bo'ladi. Xullas. Mana shu paqir to'la yem bo'ladi. Kechga somonni tashlaymiz, ustiga o'sha ko'rimni tashlaymiz. Va kechga yana yutib qo'yamiz, ertalabga yana shuni beramiz. Obedga shu shulxa bilan kunjarni aralashtirib beramiz. Ikkalasidan bitta o'sha paqirchamizni, oq paqirchamizni bittadan beramiz mana. Xudo xolasa buqalarimiz yetilib qoldi. Ularni albatta syomka chiqaramiz sotish jarayonini. Anchadan beri chiqargan yo'qdik buqalarimizni. Hozirdan yemlar deyapti. Endi kechga bitta sug'oramiz. Bu yemni beramiz. Xudo xolasa to'la yem bo'ladi mana shu. Buqamiz zo'r ketyapti, xudo xolasa. Hammasi ham yaxshi ketyapti. Buqalarimizni o'zlaring ko'rib baho berasizlar, xudo xolasa. Mana shu qoramiz ham yangisiga o'xshab ketyapti, xudo xolasa. Yaltirab. Xudo xolasa 580 kilo bor, xudo xolasa. Ular 550 kilo bor. 550 kilo minus. Bu xudo xolasa 600 kilo oshmish. 650 kilo. Hozir 4 ta buqamiz qoldi, xudo xolasa. Yana bitta yangiligimiz bor. Xudo xolasa uni keyin chiqaramiz syomka qilib. Yangi mol boqaman deganlarga yaxshi bir video syomka chiqarib berasizlar. Xudo xolasa.
Hozir mana 3 mahal yeyapti. Hozir yeb bo'ldi. Mana yemladim hozir. Mana shu paqirda. Mana shu paqirda. Shu bir paqir, mana shu paqirda tog'orada. Mana shu paqirda bitta solsak to'la yem bo'ladi. Mana shu to'la bo'ladi. Mana shu paqirlar har biriga bittadan solib chiqamiz. 4 paqir ketadi. Mana shu ko'rimdan beramiz. Sladkiy ko'rim, ideal ko'rim. Shuni beramiz ertalabki kechga. Obedga sho'rxa bilan kunjaralarni aralashtirib beramiz. Xudo xolasa qo'yamiz. Mana qo'yamiz. Orqa tomondan. Hammaga shunaqa buqa boqish nasib qilsin. 10 talarni kamida boqish nasib qilsin hammaga. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borganlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Laykni bosib turasizlar, xudo xolasa. Sizlarga video chiqarib turamiz buqalarimizni qanday yem berishini. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tez orada yana xudo xolasa video chiqaramiz. Kamchiliklar bo'lsa kommentariy yozib qo'yinglar.